Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz chorva foyda YouTube kanalimiz omdoshlari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa sizlar uchun fermaga kelganmiz. Toza mollarni bollari sotiladi akalar. Bollalari bor bularda. Manzilimiz akalar Andijon viloyat Marhamat tumani, Chisloyimiz 2026-yil akalar 25-iyul akalar. Xo'p, 6 ta bo'zak sotiladigan 5 tasi akalar g'unajin, bittasi novvoscha akalar. Xudo xolasa akalar sizlarga ko'rsatish kerak qilamiz. Xudo xolasa akalar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videolarimiz boshidan akalar xudo xolasa sizlarga iltimos qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosmagan like bosib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz akalar. Sizlarga hozir toza bollarni ko'rsatamiz, bollarini. Akalar, bo'lmasa videolarimizni boshlaymiz hozir. Mana bollari deganimiz semental akalar. Xudo xolasa 1 2 3 tasi qolgani shved ekan akalar, xudo xolasa. Hozir akalar mana akamiz keladi. Bu aka kelinchi ma'lumotini bir chekkadan berishni boshlaymiz. Sizdan turib turibdimi, o'g'lim, qimirlamayaptimi? Xo'p, aka, bu birinchi molimiz. Zoti gibridmi yo tozasimi? Onasi aka semental. Onasi semental. Otasi asha Golden Freeze asha sut yo'nalishi mol aka. Onasi semental, enasi Golden Freeze. Otasi Golden Freeze. Novos Golden, ona semental. Ha, Novos Golden, ona semental. Yo'nalishi mol, zo'r mol. Yo'nalishi ham unajin ekan. O mashina tomon kuchli ekan haqiqatan. Oyoq qo'llari o'ta baquvvat ekan. Ha, bo'ylari ham 1.15 ko'radi. Ha, bo'ylari ham nihoyatda go'zal akalar. Sementalga akalar Golden gibridi. Kerakmidi? Xohlasalar sut yo'nalishiga yuradi akalar bular. Xohlasa go'sht yo'nalishiga yuradi. Xohlasalar akalar ot qilib minsa ham bo'ladigan mol ekan. Nima bo'lsa, oyoq qo'lni qarang uzunligini jonivorda. Aka, narxini ayting, bo'ladigan qilib yopishtirib ayting. Unaqali qimmat aytish yo'q. Bu narxi aka o'zi bunaqa hozir 30 million sotilyapti. Sizlar biz oldinroq qo'yamiz aka. Aka 26 ham yo'q aka. 26 emas, 25 million kami bor aka. 25 million kami bor. Necha oylik o'najim bu aka? 3 oyligimi? 3 oy. Boring 4 oylikka beraylik a? 4 oylik bo'lganda yo'q, 3,5 oyligi bu. 3,5 oylik bu. Xo'p. 3,5 oylik akalar. Keyingi molimiz bu sementalni o'zi shekilli jota. Nima siz bu yelinlari ham shu qarang jonivorda. Yillari ham zo'r. Yoshlari hammasiniki bir xilmi aka yo farq qiladimi? Majasi 4 oy, 4 oydan chiqib Ha, 4 oylikdan o'tib qoldi bunisi. Ha, jonivor. Takko'rmi o'zim olaman. Ammo toza ekan haqiqatan, ha? Ish turing. Qani jonimga qarachi. Ha, jonivor, toza narsa ekan haqiqatan. 4 oylik a bunisi? 4 oylik. Aniq. 4 oylik. 4 oydan o'tib qoldimi? 4 oydan chiqib. 4 oydan o'tdi. Silos dedi, qasam yuradi. Yeb ichmog'iga aka bir hafta savol javob qilasiz. Yeb-ichishga, sog'lig'iga bir hafta. Issiqlamagan. Hamma yo'g'a sog'lig'iga garantiya beramiz bir hafta. Sog'lig'iga bir hafta garantiya bor akalar. Muammosi bo'lsa qayta olamiz. Xo'p, mana shu ikkinchi turganimiz sementalni o'zi akalar, tozasi. Sog' bo'ling. Akalar, mana shu molimizga narxini qo'yingchi aka, semental tozasiga. Buni qancha qo'yaylik? Buni 25 ga qo'yaylikmi? Iloji bo'lsa aka yopishtirib aytavering. Bizda obunachilar o'zi men aka bilishadi-da. Yopishtirib aytaman, ichcha tushib beraman, bo'ldi, olib ketishadi shunday. Aka, bunga 22 million kam bor aka. 22 million kami bor sementalimizga. Bunisi 25 qo'yadigan buni. Buni 25 million kam bor, buni kamlari ko'p aka. So'raversin. Bo'ladigan narsa xudo aka dastlabkasi vodiy bo'ylab tekin bizda. Vodiy bo'ylab tekin. Vohaga aka kelishasiz telefon qilishsa. Vo'l aka qarang. Puli 22 million kami bor. Bitta nomeringizni og'zaga aytinglar shu joyiga. Shashilishadi aka, zo'r ekan aka u ham. Nomer qani deb qolishmasin, ayting nomerni. 88lik 88lik 988 988 50 40 ga aloqaga chiqasizlar akalar. Yelinlar haqiqatdan aka, men buni ko'rib aytdim sirasi. Akalar, bu sementalimizni yelinlari nihoyatda go'zal. O'ta variantli xullas. Hamma yoq go'zal ekan molda. Boqalsa bo'ldi ekan, xudo xolos jonivorlarda. Pachkalari ham o'ta zo'r ekan, ikkovini ham. Xo'p, akalar, bo'zlar yosh, keyin katta ekan bo'ylari. 1.10 yo'q ko'rsa kerak haqiqatan, ha? 10-15 ko'raylik. Xo'p, uchinchisi Estonmi bu nima bu? Bu Estonga semental gibrid. Estonga sementali gibrid, ha? Bular albatta hashaki mol yo'q ekan, enalarini ko'rdim-da men. Zotli mollar. Xo'p, bo'lsa katta mol, eng kami ham inshaalloh 15 dan 20 ta 30 ta kechib beradigan mollar hammasi. Eng kam bergani ham shuncha teraverading. Ay, malades. Oz aka, bo'lmasa menga bitta surib berasiz, uni, ha? Bu shvedlari ham bor ekan, navbatdagilar, shvedlar. Bitta novoschamiz bor. 5 ta o'najimiz bor. Voy, mashalloh, men qarang buni go'zalligini. Aka, bunisi necha pul, necha oylik, nima bu?
Bu ham aka 5 oylik bo'ladi bu. 5 oylik. Bu sharxalarni ko'rsating. Qani. Yerimlarni ko'rsating. Voy jon. O'ta go'zal yerimlar aka. Qani, o haqiqatdan yelinlar aka zoti bilinib turibdimi hozir? Zotli narsalar bular xudo xolasa mehnat qilganga yarasha bo'ladi. Olgan odam boqqaniga arziydigan bo'ladi. Arziydi-da. Xudo hozir 70-80 millionlik mol chiqadi katta bo'lib tug'ib bersa. 1-2 yillardan qimmat mol bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Endi hozir buni 1 yildan keyin qo'ysa bo'laverami aka? 2 shaqa qo'yish kerak bo'ladi. Siz endi boqyapsiz bilasizda. Bir yildan borish shaqasi. Eng 1 yilda qo'ysa, xudo xolasa 1,5 metr, 1,60 metrlik mol bo'ladi bular. 1 yildan keyin qo'ysa. Agar bir 7-8 oydan keyin qo'ysa ham yaxshi katta mol bo'laveradi bular. Demoqchi bo'lganim bular hali yoshi necha yilda qochadi? 1,5 yilda qochadimi? O'tganda o'sha 1 yashar, 2 oylik, 1,5 yashargacha olib borib qo'yaveradi bular. Ha, qo'yilaveradi. Bu sementalga nima gibridda? Eston. Yevropaning mollari aka. Bo'ldi. Aka, buni puli qancha? Buni pulini ham 20 million deyatdik. Sizning obunachalaringizga 18 million kamini qilib beramiz. 18 kami bo'lmas zotlarda. Xashaki bo'lsa, xudo xohlasa xashaki bo'lsa ham Xashaki bo'lsa pulga qo'yapsan haqiqatan ham. Mollardan kami ko'p, eng qizig'i aka. Bizning maqsad sotish. Mana shu maqsad sotaveramiz. Kami ko'p. Bo'ldi aka. Endi shvedlarga o'tamiz. 3 dona shved, 3 dona semental estonlar ekan-da, xudo xolasa. Shved o'g'najimiz bor. Gazni qarang, o'ta uzun. Bu ham Ammo o'ta go'zal ekan bu ham. 5 oylik. Boqqanga ham rahmat. Bu o'sha shvedlar tez qochadi-a? Ha, bular o'zi yashaydi. Qara, erg'ayman deyapti. Harakat qilyapti. Buni ham sharhalari nihoyatda zo'r. Bo'yashi 1.10-15 ko'radi. Bir xil ekanda, parlab qo'ygan. Eng kattasi mashqa kelganchalik. Shveda qarang, bu kalalarni qarang, chiroyli narsa. Oq tumshuq. Tozasi ekan-a xullasa. Hozir shveda narsa. O, buni bo'yini ayting aka, 1.10 ga beramiz-a, o'lchamayapmiz-ku. Xolasa 1.5 ga olaversin, biz to'g'risi agar baland aytmaylik. Pasroq aytaveraylik. Hammasini 1.5 ga olaversinmi? 1.5 ga olaversin, ammo lekin 1.15 bo'yladi to'g'risi. Hammasini 1.5 ga olaversin. Lekin 1.15 ta 1.10 dan baland hammasi. 1.10 dan baland hammasi 1.15 ham chiqaradi endi. Ha, 1.5 ga olaversin. Hali borgandan keyin xafa bo'lmasa, xursand bo'lsa. Baraka topib Bo'ldi, aka gap so'z yo'q. Narxi necha pul shvetimizni? Buni narxini qancha qo'yilgan? Buni narxini 25 million. Yo'q aka, o sementallar qo'yildi 25 millionga. Bu ham ammo yaxshi shvedda zo'r shved aka. Xudo xolasa baraka qiladi. Yo'q, yaxshi baqbaqalarni ko'rib turibman aka, tumshuqlar oq ekan. Lekin mollardan necha farq qilsa, ozroq qo'yib bering aka. Buni 20 million kam bor deymiz aka. 20 milliondan kamroq o'tib beramiz aka. Kami ko'p, telefon qilishaversin. Shvetimiz 20 million kami bor-a? Ha, bu xudo xolasa bo'ladigan narsa. Bexijolat ko'ngil to'qib olishaversin. Xudo xolasa mehnatlarga yarasha mol bo'ladi. Malades. O'lma qo'yib turibsiz. Sharxalarni ham ko'rsating aka. Ang'aylar akalar. Ang'aylar. Jonivor qaylar. Hali bo'zak bu akalar, bo'zak. U bo'ladigan boshidan ma'lum deyishadi-yu, shunda mana xudo xolasa. To'ppa to'g'ri. Oq tumshuqlardan 20 million kami ko'p. 20 million kami ko'p. Xo'p. Orqa tomonlari pachkalari zo'r ekan akalar. Xudo xolasa 4 ton ekan, menga yoqdi. 4 ton tut korobkalar butun yaxshi narsa. To'g'ri. Eng keyingisi akalar. Mana shu ham bo'yni ingichka o'sha sut yo'nalishi moli xudo xolasa yaxshi mol bo'ladi. Shu ham buni narxini 22 million deb buni sharhalarini oling aka. 22 demang aka. Molni agar bu bo'zayda yelinni qarab olish kerak aka. Mol qilaman degan odam toza molni deng, yelinlarga qarab olarish kerak. Kelajagini ko'rish kerak. Sharqari to'sqalari uzun bo'lsa. Ammo o'ta go'zal mol bo'lishi kerak bu. Shoxlarni qarang. Buni yoshi kattaroqmi deyman, bir hektarga borganmi hali? Yoshi bir 8 oy, 7-8 oylikdan 7 oy shunaqa 8 oylikka olishaversin buni. 8 oy bo'lgan olishaversin, ha? Xo'p, aka, narxini o'ta go'zal qilib bering, ko'rgan odam shashilib qolsin. Bitta o'rama hammasini to'g'risin. Buni narxini bitta bir kalorkalardan olaylik, aka, to'g'ri narsa, yaxshi narsa. Qancha qo'yilgan? Buni ham narxini yengilroq qo'yamiz. Yengil qo'yib bering aka. Aka, buni ham 22 deymiz, 20 million kam bor. Mana ikkovini aka, buni. Akalar shvedlarimizni 20 dan kami bor-a? 20 dan kam. Toza narsalar ikkovi ham. Toza narsalar, xudo xolasa aka, xashaki shvedlarning bolalari emas. Inshaalloh eng kamida 1.40-1.5 million mol bo'ladi inshaalloh. Ashlar bolalari. Ha, bular o'ligi inshaalloh Allohdan 15 ta 20 ta to'g'ri. Alloh barakasini bersin, oying o'tganga. Xo'p, akalar 20 milliondan ikkita shvetimiz, lekin kami ko'p. Kami bir dunyo. Endi akalar maktabda prizimiz bor, hozir ko'raman. Novoschamiz bor akalar. O'ta kuchligidan. Toza variantidan. Bu hali 3 oylik ham bo'lmadi, 3 oylik bo'ldimi shu? 2,5 oylik aka. 2,5 oylik bo'ldi. Oldi 3 orqa 1.10 aka.
old tomoni biri 3 chiqadi, orqa biri 10 chiqadi. Buni qanaqa tuqqanmi? Operatsiya qila olmaganmisiz bolasi? Yo'q. Aka chista german shvedni bolasi. Onasi 30 ta 35 ta bergan, ana shu Hayajon. 800-900 larim oldi bolasi aka. Xudo xolasa olgan Eson-omon tug'ib oldim, menasi yashayapti menasi. Ha, ular 3-chi qoringa chiqqanda. Malades, bolani zo'r berib qo'yibdi aka. Bola o'ta kuchli aka, qarang. Aka, ko'rsatmasin, mashalloh. Hozir bu ham kepek silosi yapti. Hop. Endi sutdan beryapmiz, ozgina sut beryapmiz. Necha litr sut sutdan chiqadi? chiqarsa bo'lalarga payti keldi. Yo'q, hozir havo beryapsiz, sut yana demayapman. Soat soskada beramiz hozir. Soskada berasizlar faqat. Akalar qaranglar. To'rtdan sut beryapmiz. O ayollarni ko'rib beraman, ayollarni sizlarga, ayollarni. Ayollarni bu orqa karotalarni bering aka. Akalar, bu oyoqni qaranglar, baquvvatligini qaranglar oldi. Quloqqa yetib o'ybalar, shalpan quloqlarga bir qator bo'ldi. Bu quloq bilan kallani o'zi bitta yetib qo'yib, shoqa yo'qdan bilan bordan bo'laman aka bu. Shox hali chiqqani yo'q shox. Endi bor yo'qligini bilmaymiz. Shox hali chiqqani yo'q, endi bu kuy desa bo'laveradi. Kuydirib qo'ysa ham bo'laveradi. Orqa karotalarni Maqamida nima qilib bering-da. Bu mollar akalar vahshiy dahshat ekan bor. Qani? Qani. Oh, mashalloh. O'ta go'zal. Gazi ham uzun, oyoqlari ham pol narsa aka. Xudo xolasa tona bo'ladigan variantidan bu. Old tomonlari aka tonna bo'ladi bular aka, xudo xolasa. Kengligini qarang. Sizlar qarang. Kelib ko'rgan ona dod borsa kerak menimcha. Bo'ladigan narsa aka. Bo'l, aka gap so'z yo'q, pulini ayting buni, pulini. Buni pulini 30 million desakmi aka? 30 millionga bo'lmaydi aka. Qanaqa 30 million? Biz 30 million demaymiz. 40 ham aytishaveradi, lekin bizga yarashmaydi. Aslida buni bir haftaliklarni ham misol 25 million. To'ppa to'p. Aka menda ham bitta bor, to'g'risini aytay. Mahnaqani tozasi bor bitta. Men 20 ga bergan yo'qman. Hali 2 oy ham bo'lgan yo'q lekin. 40 endi chiqdi. Bu xudo xolasa bermasam bo'lavergan hozir narsa. O'sha o'tga kiribdimi KPMPga tuxum bersa bo'laradi. Mana aka o'sha KPMG silosi yapti. Hop. Narxini aka 27 million kami bor deymiz aka. 25 qo'yaylik aka. 25 ga to'g'risi endi aka to'g'ri aytib mana shu bir hafta 2 haftaliklari ham o'zi 25 million 27 million qo'yilyapti aka, toza narsa aka. Chista germanda bolasi aka bu. Sava qirg'iz shvedni bolasi emas aka. Bo'ldi, sava emas, qirg'iz emas, lekin chista german shvedni bolasi. Ota ham urug'dan qo'yilgan. Tushgan narsa, o'ta xudo xolasa qolgan narsa. Xo'p, aka 26 qo'yib bering-chi u. Bu 26 million dicha ozgina kami bor. 26 million kami bor. Akalar, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa sizlar bilan Chora foyda kanali bo'ldi. Inshaalloh akalar olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini beraveradigan darajada bo'ldi, xudo xolasa mana. Ana. O akalar fermadagi, naryoqdagi qo'radagi mollarimiz, bolalar xudo xolasa. Akalar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telefon nomerini bitta qaytaramiz aka, yozib qo'yaman keyin men. Nomerni ayting aka. 88 88 kodi bilan 988 988 50 40. 50 40. Ismingiz nima aka? Abdurahmon. Abdurahmon akaga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa akalar, baraka topasizlar inshaalloh. Sog' bo'lasizlar akalar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va obuna unutmasdan akalar, kommentda nimalar kutamiz akalar, sizlar javob bilan. Telefon qilaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'lim qo'yib yuboring buni.